Bu refrigerator, xolodilnik shunaqasidan so'raganlar rosa ko'p bo'layotgandi. 18 ming yurgan mashina toza, lekin xolodilnikligidan hozir ko'rsatib o'taman. 6,5 ming bilan O'zbekistonga dastavka qilib yetkazib beramiz. Bez rastamoshka holatiga. Mashina zo'r ekan, avariya udar kraskasi yo'q ekan, yurgan kilometrga tortaveradi. O'zim sotib oldim hozir mashinani, anchadan beri turgan ekan. Endi arang mashinani qo'zg'atdik. Mana refi -19 gacha olib tushdi, ko'rishingiz mumkin. Yurgan kilometri 18 ming, 19 ming yuribdi-da. Konditsioner, pechka hamma yo'g'i bor mashinani. Juda chiroyli ekan. Salonning holatlari ham mana. Mashinani o'zim oldim akalar. Eshigini ozgina anchadan beri turgani uchun mashina mana shu joyda turgan ekan anchadan beri. Qaranglar. Balonlari ham polni yurgan kilometrga tortaveradi. Yaxshi ekan holati. Refini bo'tkasini ichini ham ko'rsataman hozir. Mana taglarini ko'ringlar. Mashinani mana korobkasining taglari. Mana most taglari. 17-yil mashina. Bo'tkasining ichini ochib ko'rsataman. -19 gacha ham olib tushdi. Mana. Muzlatib yuborar ekan mana. Bo'tkasining ichlari ham top-toza, nerjavika, ko'rishingiz mumkin. Bu mashinani o'zim sotib oldim hozir. Nasib bo'lsa mana shu holatda buzdirmasdan, tegdirmasdan mana shu holatda O'zbekistonga jo'nataman. 2017-yil mashina bu mashina. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 6,5 ming bilan O'zbekistonga yetkazib beramiz. Rastamoshkasi alohida bir 95 million so'm atrofida chiqayapti ekan hozirgi kunda. Tayyor mashina olasiz, minasiz, hech qanday rasxoti yo'q.